aziz mehmonlar, ilm ahli, ziyolilar, ustozlar, o'quvchi yoshlar, barchaga ushbu kun munosabati bilan xalqdan qutlab qolamiz. Kitob millat ma'naviyatining yuragi, inson qalbining oynasi, aql va tafakkurning cho'qqisidir. Bunday ulug' ne'matni ardog'lash har birimizning muqaddas burchimizdir. Bugungi kitobxonlik haftaligi uchun tayyorlangan mazkur konferensiya ana shu maqsad yo'lida barchamizni birlashtiradigan ma'naviy maydon, ma'rifat bayrog'ining baland ko'tariladigan anjumanidir. Qadrli mehmonlar, bizning bugungi bayramimiz kitobxon orqali qalblar va do'stlik ko'prigini qurish, yoshlarimizni bilimga chorlash, yurtimizdagi kitobxonlik madaniyatini yanada yuksaltirishga qaratilgandir. Sizlarni yana bir bor mazkur ma'naviy sayrda ishtirok etayotganingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Ustozlar berayotgan ta'lim tarbiyasini yaxshi inobatga olgan holda bugungi mana shu istiqbolli kitobxonlik haftaligining ochilishini mana shu maktabda nishonlashni lozim topdik. Shu jumladan man sizlarga o'zimizni xonamiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Bizning mana shu tumanimizda yakka yo'lini bizda xonamiz mavjud. Bu xonamizda 135 mingdan ortiq adabiyotlar mavjud. Masalan, bu hafta sizlarga har bir adabiyotni o'qib berishga harakat qilamiz. Badiiy adabiyot desalarmi, Azizlar, shu bilan bugungi konferensiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Madaniy hokim orzungiz degan umidimiz judayam katta. Yana bir bor tashrifingiz uchun maktabimiz ma'muriyati nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' va salomat bo'ling.